Islom Makhachev va Ilya To'pre o'rtasidagi ziddiyat aslida nimadan boshlangan? Assalomu alaykum sport muxlislari. Bugun siz bilan MMA olamida jiddiy tilga olinayotgan ikki yulduz Islom Makhachev va Ilya To'pre o'rtasidagi ziddiyatni tahlil qilamiz. Qayerdan boshlandi, nima sabab bo'ldi, bir-birlar haqida nimalar dedilar, kim haq, kim qochdi, kim kimni haqorat qildi. Bugun biz bu mojaroni boshidan oxirigacha tahlil qilamiz. Kanalda yangilar obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz boshladik. Agar siz ham sport o'yinlaridan biz bilan birgalikda daromad topishni xohlasangiz, ekranda ko'rib turgan bizning Telegram kanalimizga o'ting va har kuni joylanadigan aniq prognozlar orqali ishonchli foyda oling. Telegramga kiring, ekranda chiqayotgan kanal nomini yozing va siz ham bugunning o'zidanoq g'alabali yo'lingizni boshlang. Barchaga omad! MMA olamida yangi urush. Islom Makhachev va Ilya To'pre o'rtasidagi ziddiyat tobora qizimoqda. Islom Makhachev Dog'istondan chiqqan chempion Habib Nurmagomedovning eng yaqin shogirdi. U yengil vaznda ham kamarni qo'lga kiritgan. Dunyoning eng xavfli grepleri sifatida tanilgan. Ilya To'pre esa Ispaniyada yashovchi, lekin Gruziya nomidan chiquvchi jangchi. U hozirda chempion bo'lib, Islomning toifasiga ko'chdi. Ziddiyat qanday boshlandi? Hammasi To'pre bir intervyusida shunday deganida boshlandi. Mening asl maqsadim Islom Makhachev. U haqiqiy sinov, lekin u mendan qochyapti. To'pre Makhachevni 200lamachilikda aybladi. Chunki bir paytlar Islom To'prega "Sen kichik vazndasan, senda imkon yo'q" degan edi. Ammo hozir o'sha To'pre yengil vaznga chiqdi va jangga chaqirdi. Islom esa bunga shunday deb javob qaytardi. To'pre u yengil vaznda hech kim emas, shunchaki Ispaniyadan katta og'izli bola, chiroyli soch bilan. Bu so'zdan keyin esa To'pre g'azab bilan shunday dedi: "U meni kichik deb atagan edi, endi esa o'zi kichik bo'lib qoldi. Kim qochyapti endi?" Shundan keyin To'pre ijtimoiy tarmoqlarda Makhachev jamoasini ham tanqid qila boshladi. Doping, steroidlar va boshqa shubhali gaplar haqida. Bu ziddiyat faqat sport emas, bu ikki madaniyat to'qnashuvi ham. Biri tinch, tajribali, dindor jangchi. Ikkinchisi o'ziga ishonchli, g'ururli, sahnani titratadigan yevropalik yirtqich. Har ikkisi o'z xalqini orqasida olib kelmoqda va bu jangda nafaqat kamar, balki obro' ham xavf ostida. To'pre so'nggi intervyusida esa yanada keskinroq so'z ishlatdi. Agar Islom yutqazsa, u Dog'istonga qaytib qo'ylarini boqaversin. Islom esa javob tariqasida faqat bitta jumla bilan yetarlicha signal berdi. "Bir marta g'alaba qozon, keyin men bilan gaplashasan", dedi Islom Makhachev. Endi esa har ikkisi o'z yo'lida tayyorlanmoqda. Biri yangi vaznda, biri o'z toifasida. UFC rahbari Dana White hali bu jangni rasmiy e'lon qilmagan bo'lsa-da, internetda allaqachon bu mavzu trend bo'lib ulgurgan. Ba'zilar To'pre Makhachev uchun haqiqiy xavf deb biladi. Ba'zilar esa Islomning tajribasi uni yengilmas qiladi deyishmoqda. Sizningcha kim g'olib bo'lishi mumkin? Kuchli tajriba va strategiyami yoki portlovchi ishtiyoq va zarba kuchimi? Shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Ushbu ehtimoliy jang haqida ekspertlar va jurnalistlar fikrlari. Aleksandr Volkanovski: Ilya To'pre juda xavfli zarbaga ega. U raqibini birgina urinish bilan nokaut qila oladi. Agar Islomni kimdir zarba bilan tutib olish imkoniyatiga ega bo'lsa, bu albatta Ilya To'pre, dedi Alex Volkanovski. Volkning ushbu prognoziga mening tahlilim. Volkanovski ikkalasi bilan ham jang qilgan. Shuning uchun bu so'zlar jiddiy. U To'prening zarba kuchini tan olgan, lekin bu g'alaba kafolati emas. Faqat shans bor degan gap. Belal Muhammadning fikri. Menimcha Islom To'preni ikkinchi raunddayoq yanchib tashlaydi. Islomga qarshi chiqish bu boshqa o'lchovdagi sinov, dedi Belal Muhammad. Muhammad Islomning kuchini juda yaxshi biladi. Unga ko'ra To'pre Islomning parterdagi bosimiga bardosh bera olmas ekan. Michael Bisping: Agar mendan so'rasangiz, keyingi katta jang bu Islom Makhachevga qarshi Ilya To'pre bo'ladi, lekin bu jangda men Islomni favorit deb bilaman, dedi Michael Bisping. Bisping bu jangni katta voqea deb atagan. Unga ko'ra To'pre jangni boshlanishida qizg'in olib borishi aniq, lekin Islomning tajribasi va jismoniy ustunligi oxir-oqibat g'alaba keltiradi. Xulosa qilib aytganda, Islom va Ilya o'rtasidagi ziddiyat shunchaki sport emas. Bu qat'iyat, iroda va o'z maqsadingga erishish. Endi sizga savol: siz kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz? Ilya To'pre zarba kuchi bilan Islomni nokaut qiladimi yoki Islom Makhachev o'z tajribasi bilan jangni boshqarib, raqibini yerga tushiradimi? Izohlarda fikrlaringizni yozing. Biz eng qiziqarli taxminlarni keyingi videoda olib chiqamiz. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.